Qur'oni Karimdan oxirgi 3 barning tafsiri va musulmonlar uchun muhim bo'lgan hukmlar. Qiz xonimlarga doir masalalar. Hayz va istihoza. Istihoza axun deb ataladi. Ma'lum illat tufayli keladigan qon bo'lib, bachadonning tuvan tarafidagi tomirdan eqib chiqadi. Ayol hayz ko'radigan eng kichik va eng cho'ng yosh. Eng kichik yosh 9'dur. Agar 9 yoshdan ilgari uning jinsiy yo'lidan qon kelsa, istihoza hisoblanadi. Cho'ng yoshning cheki yo'q. Hayz davomlashadigan eng tuvan muddat bir kecha kunduz 24 soat. Agar qon kelgan muddat uningdan oz bo'lsa, kelgan qon istihoza hisoblanadi. Hayz davomlashadigan eng ko'p muddat 15 kundir. Agar qonning kelishi mazkur muddatdan eshib ketsa, istihoza hisoblanadi. Ikki hayz orasidagi pokliq 13 kundir. Agar 13 kun tamomlanishdan burun qon kelsa, istihoza hisoblanadi. Ko'pincha ayollardagi hayz muddati 6 yoki 7 kundir. Ko'pincha ayollardagi pokliq muddati 23 yoki 24 kundir. Ayol hayz yoki nifosdan g'usl qilganda chechini chuvishi vojib bo'ladi. Junublikdan g'usl qilganda chechini chuvish vojib bo'lmaydi. Istihozador ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazish makruhdir. Eri munosabat o'tkazishga muhtoj bo'lib qolsa, durust bo'ladi. Istihozador ayol hayzdan keyin g'usl qilib, oqin to'xtagandan qadar har namoz uchun tahorat oladi. Ayollar haj va umr faoliyatlarini ado qilish uchun yoki Ramazon ro'zasini to'liq tutish uchun hayzni vaqtliq to'xtatadigan dori ishlasa durust bo'ladi. Lekin mazkur dora salomatlikka ziyonli bo'lmasligi shart qilindi. Islomda qiz xonimlar. Qiz xonimlarmi Allohning huzuridagi savob va fazilatda o'zining iymoni va yaxshi amallari bilan erlar bilan o'xshashdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Shubhisizki, ayollar erlarning qarindishidir." Abu Davud rivoyati. Dinda ayollarning o'z haqqini talab qilish, zulmdan shikoyat qilish huquqi bor. Diniy xitob ayollarga ayrim tekstlar bilan bayon qilinmaganda, hukm ayollarga o'xshash bo'ladi. Bu umumiy diniy ahkomlarga nisbatlashtirilganda oz ko'riladigan ahvoldir. Chunki shariat ayollarning yaratilish shakli, qudrat va qobiliyatidan iborat xususiyatlarga rioya qiladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardardir." Sura Mulk 14-oyat. Hayotda ayol jinsining o'ziga xos vazifasi bo'ladi. Mazkur xususiyatlarning birikib ketishi ijtimoiy jamiyat va kishilik turmushdagi tampunliqqa ta'sir yetkazadi. Alloh roziligini ko'zlab uyda o'tirgan qiz xonimlar yaxshi amal qilgan erlarga o'xshashla savobga erishadi. Asma binti Yaziddan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom sahobalarning orasida turganda, u Payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib: "Ota-onam sizlarga fido bo'lsin. Men ayollarning sizlarga avatgan elchisi. Mening jinim sizlarga fido bo'lsin. Dunyoning har qaysi joylaridagi ayollardan mening bu yerga kelganligimni anglagan yoki anglamaganlar bo'lsin. Ularning ko'z qarshi mening qarshimga o'xshash deb qarayman. Shubhisizki, Alloh sizlarni ayollar insonlarga haq bilan avatdi. Biz sizlarga va sizlarni avatgan haq iloqqa iymon keltirdik. Biz ayollar sizlarning uyinglarning asosi, shahvatinglarni ado qilish va avlod qoldirishinglardagi asosliq omil. Sizlar erlar juma o'qish, jamoat bilan namoz o'qish, kasal yo'qlash, janoza namoziga qatnashish, haj qilish
va hammadan afzal bo'lgan Alloh yo'lida jihad qilish qatorliq amallarni qilish bilan bizdan fazilatlik qilindinglar. Sizlar haj umriga va chegarani mudofaa qilishga otlanganinglarda biz sizlarning mol-mulkinglarni qo'g'daymiz. Kiyim-kechaklaringlarni tayyorlaymiz. Farzandlaringlarni tarbiyalaymiz. Ey Allohning elchisi, bu ishlarning qarshisida ajr va savobda sizlarga sherik bo'la olaymizmi? deb so'radi payg'ambar alayhissalom sahobalarga qarab. Diniy masalalarda bu ayol so'rgan savoldanmi yaxshiroq bir so'z angladinglarmi? deb so'radi. Ular: "Ey ya Rasululloh, biz bu ayolni bunchalik masala so'raydi deb o'ylamagandik" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom u ayolga qarab: "Siz qaytib barliq ayollarga xabar qiling. Sizlarning biringlarning yo'ldishiga chiroyli muomala qilishi, uning roziligini talab qilishi va uning so'ziga quloq solishi yuqorqi amallarning hammasiga barobar bo'ladi" dedi. U ayol xursandlikdan takbir va tahlil etib ketib qoldi. Bayhaqi rivoyat qilgan. Ayollar payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib: "Ya Rasululloh, erlar Alloh yo'lida jihad qilish orqali nurg'un fazilatga erishdi. Bizlarga-mu ajrda Alloh yo'lida jihad qilganga barobar bo'ladigan amallar bormi?" deb so'radi payg'ambar alayhissalom. Sizlarning biringlarning oilada qilgan xizmati erlarning Alloh yo'lida jihad qilgan amaliga barobar bo'ladi dedi. Bayhaqi rivoyat qilgan. Ayol bir tuqqanlarga qilingan xayr ehsonlaringlarning ajri katta bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Kimki o'zining ikki qizi yoki ikki hamshirisi yoki ayol tuqqanlarga Alloh ularni o'z fazlidan behojat qilganga qadar xayr ehson qiladi ekan, ular u kishi uchun do'zaxdan parda bo'ladi." İmam Ahmad va Tabrani rivoyati. Qiz xonimlarga aloqador ba'zi hukmlar. Qiz xonimlarning o'ziga mahram bo'lmagan yot er bilan yolg'iz turishi cheklandi. Ayolga mahram bo'la oladigan er u ayol bilan to'y qilishi qat'iy mumkin bo'lmaydigan kishilardan iborat. Ya'ni u er dadisi, cho'ng dadisi va uningdan yuqori ajdodlari, o'g'li, navrasi va uningdan keyingi avlodlari, bir tuqqan qarindishi va uning farzandlari, hamshirasining o'g'illari, ota-ona tarafdan bo'lgan tog'alari, qiynotisi, cho'ng qiynotisi va uningdan yuqori ajdodlari, yo'ldishining o'g'li va uningdan keyingi avlodlari, imildosh bo'lgan otasi, otasining o'g'li, bir tuqqan qarindishi, qizining yo'ldishi, onasining yo'ldishi, ya'ni o'gay dadisi qatorliqlardir. Qiz xonimlar masjidda namoz o'qisa durust bo'ladi. Fitna fasodga sabab bo'lib qilishdan ansirasa, uyda o'qig'ini afzaldir. Oysha radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom ayollarning hozirgi holatini ko'rsa edi, ya'ni Isroil ayollarining masjidga berishi cheklangandek, ularni masjiddan cheklaydi. Birlikka kelgan hadis. Erlarning masjidda o'qigan namoziga hasalab savob berilgandek, ayollarning uyda o'qigan namoziga hasalab ajr berildi. Bir ayol payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib: "Ya Rasululloh, men sizlar bilan masjidda namoz o'qishni yaxshi ko'raman" dedi. Payg'ambar alayhissalom u ayolga: "Sizning men bilan namoz o'qishni yaxshi ko'rdiganligingizni bildim. Ammo sizning ichkari uyingizda o'qigan namozingiz tashqari uyingizda o'qigan namozingizdan yaxshi. Tashqari uyingizda o'qigan namozingiz o'ylada o'qigan namozingizdan yaxshi. O'ylada o'qigan namozingiz mahalla masjidda o'qigan namozingizdan yaxshi. Mahalla masjidida o'qigan namozingiz men bilan bu masjidda o'qigan namozingizdan yaxshi" dedi. İmam Ahmad rivoyati. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda: "Ayollar uchun namoz o'qiydigan eng yaxshi joy ularning uyidir" degan. İmam Ahmad rivoyati. Qiz xonimlarning
мәхрәме болмаған шарайтта ular uchun haj ömrü faoliyati farz bo'lmaydi. Qiz xonimlarning mahramsiz safar qilishi to'g'ri emas. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Ayollar mahramsiz 3 kunlikdan ortiq musofirlikka safarga chiqmasin. İmam Muslim rivoyati. Qiz xonimlar chochlarini to'y qiladigan yigitni oldimaslik sharti ostida qora rangdan boshqa qaysi rangda bo'yisi bo'ladi. Qiz xonimlarga mirosdan Alloh belgilagan miqdorda berish vojib bo'lib, ularning miros haqqini to'liq bermaslik yoki uningdan mahrum qilish haromdir. Payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilingan bir hadisda kimki mirosxo'rni miros huquqidan mahrum qiladi ekan, qiyomat kuni Alloh u kishini jannatdagi nasibasidan mahrum qiladi. İmam İbn Majah rivoyati. Erning ustiga ayoliga kerak bo'lgan hamma chiqimlarni qilib berishi vojibdir. Ya'ni yemak-ichmak, kiyim-kechak, turalg'i joydan iborat. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Boy odam ayoli va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizqi tor qilingan odam Allohning uningga berganiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Sura Taloq 7-oyat. Qaysi bir ayolning yo'ldoshi bo'lmasa, mazkur ayolning turmush xarajatlarini berish dadasiga yoki bir tuqqan qarinishi yoki o'g'lining ustiga vojib bo'ladi. Agar yaqin urug' tuqqanlari bo'lmasa, boshqa musulmonlarning nafiqa qilib berishi mustahab bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Tul ayollar va miskinlarning xizmatini qilguvchilarning ajri Alloh yo'lida jihad qilguvchining yoki kunduzi ro'za tutib, kechasi tahajjud o'quvchilarning ajriga barobar bo'ladi. Birlik kelgan hadis. Ayol erdan chiqib turmushliq bo'lmagan sharoitda bolasini tarbiyalashga o'zi eng haqlidir. Madamiki bola quchoqda bo'ladigan bolaning turmush xarajatlarini qilib berish bolaning dadasiga buyurildi. Yosh qizlarning yoki fitnaga sabab bo'lib qilishdan ansirguchi ayollarning boshqalarga avval salom berishi yaxshi emas. Har juma kuni badan tozaligi qilish, qo'ltiqning tukini elish, tirnoqlarni elish mustahabdir. Badan tozaligini 40 kundan ortiq tozalamay tashlab qo'yish yaxshi emas. Yuzning tukini yulish va qoshlarni terish haromdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Yuzning tukini yulg'uchi va yuldurg'uchi, qosh targuchi va tardirguchi ayollarga Alloh la'nat qildi. Abu Davud rivoyati. Hozirdarlik ayol kishi uchun yo'ldishdan boshqa kishiga 3 kundan ortiq qarliq tutish cheklandi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allohga va oxirat kuniga ishongan ayollarning o'z yo'ldishidan boshqa kishilarga 3 kundan ortiq qarliq tutishi cheklandi. İmam Muslim rivoyati. Ammo yo'ldish uchun 4 oy 10 kun qarliq tutish kerak. Qarliq tutish jarayonida chiroyli yasinishi, xushbo'y narsalarni ishiltishi, zibu zinnat buyumlarini taqishi, rangli kiyim-kechaklarni kiyishi, turli garim buyumlarni ishiltishi cheklandi. Badan tozaligi qilish, tirnog'ini elish, qo'ltiqning tukini elish, yuyinishi qatorliqlar durust bo'ladi. Qarliq tutish jarayonida qora rangli kiyimni kiyishi shart emas. Eri vafot bo'lgan ayol iddatni yo'ldishi vafot bo'lgan uyda tutishi kerak. Sababsiz boshqa uyga ketishi to'g'ri emas. Uydan sirtqa chiqmasligi lozim. Agar zurriyat bo'lib qolsa, kunduzda sirtqa chiqsa bo'ladi. Ayollarning zarur bo'lmagan ahvolida chechini tushirib etishi to'g'ri emas. Erlarga va dinsiz ayollarga o'xshab qolmaslik sharti bilan chechini qisqarsa bo'ladi. Bir hadisda Payg'ambar alayhissalom erlarga o'xshash yasinib olgan ayollarga la'nat qilgan.
Tirmizi rivoyati. Yana bir hadisda kimki boshqa bir millatga o'xshash bo'lib oladi ekan, u shu millatdan hisoblandi deyilgan. Ya'ni dinsizlarga o'xshab oladi ekan, u shularning qatoridan bo'ladi. Abu Davud rivoyati. Ayollar sirtlarga chiqqanda butun badanni o'raydigan kiyimlarni kiyish kerak. Bu kiyimlarda tuvandagi shartlar tepilishi lozim. Birinchi, butun badanni yepishi. Ikkinchi, zinnatlangan bo'lmasligi. Uchinchi, bak nepiz bo'lmaslik. To'rtinchi, bak tor bo'lmaslik. Beshinchi, xushbo'y narsalar ishlatilgan bo'lmaslik. Erlarning kiyimiga o'xshab qolmaslik. Yettinchi, dinsizlarning kiyimiga o'xshab qolmaslik. Sakkizinchi, boshqalarning diqqatini tortadigan kiyimlardan bo'lmaslik kerak. İnson va hayvonlarning suratlari kashlangan kiyimlarni kiyish, hayvonlarning suratlarini tomlarga esish, darizlarga parda qilib qo'linish va setish cheklandi. Ayollarning avrat bo'lishi tuvandagidek 3 turlik bo'ladi. Birinchi, yo'ldishi. Eri uchun ayolning hamma yerini ko'rishi durust bo'ladi. Ikkinchi, ayollar va mahram tuqqanlari. Ular ayollarning ko'pincha ko'riladigan yuzi, chechi, gardini, qo'li, puti, biligi qatorliq joylarni ko'rsa bo'ladi. Uchinchi, yot erlar. Ayol kishining hech qanday yerini ko'rishi to'g'ri emas. Ammo hojat uchun to'y qiladigan yigit va doktorlar bo'lsa ko'rishga tegishli o'rinlarni ko'rsa bo'ladi. Chunki fitna ayollarning yuzidan boshlandi. İddet tutuşda ayollar tövendikidek bir qancha turlik bo'ladi. Birinchi, ayol homildor vaqtida taloq qilinsa yoki eri vafot bo'lib ketsa, u ayolning iddati bolasini tug'ish bilan oxirlashadi. Ikkinchi, homildor bo'lmagan vaqtda eri vafot bo'lgan ayol 4 oy 10 kun iddat tutadi. Uchinchi, oylik odat ko'radigan ayol taloq qilinsa, u ayolning iddati 3-chi qatimliq hayzdan paqlanish bilan oxirlashadi. 4-chi, oylik odat ko'rmaydigan ayolning iddati 3 oy bo'ladi. Qiz xonimlar o'zini o'zi yotliq qilolmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: har qanday ayol valisining ruxsatisiz nikohlandigan mazkur nikohlanish kuchga ega emas. İmam Abu Davud rivoyati. Qiz xonimlarning chichig'iga yolg'on chash ulishi va badaniga mang va gul degandek narsalarni chektirishi cheklandi. Bu cho'ng gunohlardan bo'lib, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo yolg'on chash ulg'uchi va chash ulatquchi, teriga gul chekkuchi va chektirguchi ayollarga la'nat qildi. Birlikka kelgan hadis. Ayollarning eridan sababsiz taloqini talab qilishi cheklandi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: qaysi bir ayol eridan sababsiz taloqini talab qilsa, u ayol uchun jannatning purqi harom qilindi. İmam Abu Davud rivoyati. Ayollar o'zining qilishga tegishli ishlarida yo'ldishiga itoat qilishi vojib bo'ladi. Bo'libmi jinsiy munosabat o'tkazishni talab qilganda shartsiz itoat qilish kerak. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: er ayolni to'shakka chaqirsa, ayol unmasdan er ranjigan holda uxlab qolsa, tong yo'rg'ich qadar u ayolga farishtalar la'nat qiladi. Birlik kelgan hadis. Qiz xonimlarning sirtqa chiqqanda attir va xushbo'y narsalarni ishiltishi cheklandi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ayol kishi attir va xushbo'y narsalarni ishiltib sirtqa chiqsa, kishilar u ayoldan attir purqini pursa, u ayol zina qilganga o'xshash gunohkor bo'ladi. Abu Davud rivoyati. Ammo qiz xonimlarning attir va xushbo'y narsalarni o'z uyida eri uchun qo'llanishi tavsiya qilindi. Foydali ayrim nuqtalar. Gunoh, masiyat tuvandagidek ishlar bilan o'chirildi va yuyildi. Rostchilik bilan tavba qilish, mag'firat tilash, yaxshi amallarni qilish,
dunyoning ig'irchiliklarga yo'l qo'yish, sadaqa berish va mo'minlarning duosini elish. Agar Alloh mag'firat qilmagan gunohlari eshib qolsa, u gunoh uchun qabrda yoki qiyomat kunida va yoki jahannam o'tida shu gunohlardan pok bo'lgan qadar azoblanadi. Agar tavhid ustida o'lgan bo'lsa, shuningdan keyin jannatga kiradi. Agar kufr yoki shirik va yoki nifoq ustida o'lgan bo'lsa, do'zaxda mangu qoladi. Har bir odam dilining rohat va xushal-xuram bo'lishini, qayg'u hasratlarning ketishini umid qiladi. Ko'ngil xotirjamligi bilan baxtli turmush barliqqa keladi. Uni qo'lga keltirishning diniy, tabiiy va amaliy sabablari bor. U sabablarning hammasi faqat mo'minlarda tepiladi. Bu tuvandikilardan iborat. Birinchi, Allohga iymon keltirish. Ikkinchi, buyurilgan ishlarni qilish, cheklangan ishlardan yenish. Uchinchi, insonlarga so'z, ish-harakat va har turli yaxshiliklar bilan yaxshilik qilish. To'rtinchi, amal, ibodatlar bilan foydali bo'lgan diniy yoki dunyoviy ilmlar bilan shug'ullanish. Beshinchi, kelajak ishlarini yoki o'tib ketgan ishlarni o'ylamasdan kundalik ishlar bilan mashg'ul bo'lish. Oltinchi, Allohni ko'p yod etish. Yettinchi, Allohning oshkora va yoshirin ne'matlarini so'zlash. Sakkizinchi, dunyo maishatida o'zidan ustun odamlarga nazar solmasdan, balki o'zidan tuvan odamga nazar selish. To'qqizinchi, qayg'u hasratlarni tugutib, baxt saodatni keltiradigan sabablarni qo'lga keltirishga tirishish. 10. Qayg'u hasratning ketish uchun Alloh taologa yelinib, iltijo qilish. Nikohlanish. Shahvatlik, ammo zinoga giribdor bo'lib qilish xavfi bo'lmagan odamning xotin elishi sunnatdir. Shahvatlik emas odamning xotin elishi mubahdir. Zinoga giribdor bo'lib qilishi xavfi bo'lgan odamning xotin elishi vojibdir. Turmush qurish bo'lsa, farz hajning oldiga qo'yildi. Qiyri yosh ayollarga shahvat bilan qarash, ayollar bilan xilvatda bo'lish, ayollarning mahram bo'lmagan erlarga qarshi qatorliqlar haromdir. Erkeklarning nikohlanishi harom bo'lgan ayollar. Birinchi, elish mangu harom bo'lgan ayollar bo'lib, ular tuvandagidek bir qancha turli bo'ladi. Birinchi, nasab sababidan elish harom bo'lgan ayollar bo'lib, ular onasi, cho'ng onasi yoki uningdanmi cho'nglari, qizi, o'g'lining qizi, hamshirisi, hamshirsining qizi, hamshirsining qizining yoki o'g'lining qizi, qerindishning qizi, mazkur ayollarning qizlari, ularning o'g'illarining qizlari, ularning qizlarining qizlari, hammachilari qatorlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi, emildoshlik sababidan elish harom bo'lgan ayollar bo'lib, uning haromligi nasabtikiga o'xshash, hatto qudu boshliqtikiga o'xshash haromdir. Uchinchi, qudu boshliq sababidan elish harom bo'lgan ayollar bo'lib, xotinning onasi, xotinning cho'ng onalari, ota buvisi yoki o'g'illarning xotinlari, xotinning qizlari qatorlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi, elish ma'lum muddatgacha harom bo'lgan ayollar bo'lib, ular mundaq ikki turli bo'ladi. Birinchi, oji singilni birli vaqtda nikohda saqlashga o'xshash harom bo'lgan ayollar. Ikkinchi, boshqalarning ayoliga o'xshash yo'qolish ehtimoli bo'lgan to'salg'i sababidan harom bo'lgan ayollar. Askartish, ota-onaning o'g'liga u xohlamaydigan qizni elib berish haqqi yo'q. Bu masalada bolaning ota-onasiga itoat qilishi vojib emas. Buning bilan ota-onani qaqshatgan bo'lmaydi. Yemaklik, yeyildigan va ichildigan hamma narsa yemaklik deb atildi. Mohiyatda yemaklik hammasi haloldir. Har qanday yemaklik mundaq 3 shart ostida halol bo'ladi. Birinchi, yemaklik pokiz bo'lish kerak. Ikkinchi,
yemeklikdə ziyan qıladigan narsa bo'lmasligi kerak. 3. Yemeklikka paskina narsa tushib ketmasligi kerak. Qon va o'z o'lib qolgan hayvonga o'xshash har qanday nejis narsa haromdir. Zaharga o'xshash ziyonli narsa aralashtirilgan yemeklik, shundaqla tezak, suydik, pit, burga qatorliqlarga o'xshash paskina narsa tushib ketgan yemeklik haromdir. Quruqliq hayvonlardan yerlik eshak, shir, yo'lbars, bo'ra, yilpiz, it, cho'shqa, maymun, mushuk, tulka, tinga o'xshash o'qur tishi bilan xiris qiladigan hayvonlar haromdir. Faqat sirtlan haloldir. Uchar qushlardan qağa, lachin, qarchig'a, qurg'uy, burgut, turna, o'qush qatorlarga o'xshash tirniqi bilan yirtib yeydigan qushlar, shundaqla sa, tazqara va laqlaqa qatorlarga o'xshash top yeydigan qushlar haromdir. Shaparang, chashqon, ara, asal harisi, chivin, parvona, o'pib, kichik kirpa, cho'ng kirpa, yilanga o'xshash arab xalqi paskina deb biladigan jonliqlar, lechinka, kuska, siyriq chashqon, qo'ng'uz, salma qatorlarga o'xshash hasharotlar, chayonga o'xshash shariat o'ldirishga buyurgan jonliqlar, cho'miliga o'xshash shariat o'ldirishni man'iy qilgan jonliqlar, yegilib bo'ladigan hayvon bilan yegilib bo'lmaydigan hayvonlarning juftlashishdan tug'ilgan jonliqlar haromdir. Yavi eshak bilan otdan tug'ilganga o'xshash yegilib bo'ladigan ikki xil hayvondan tug'ilgan jonliq harom emas. Halol hayvongami, harom hayvongami o'xshab qolsa, harom ekanligiga hukm chiqarildi. Buningdan boshqa to'ga, kala, qo'y, otga o'xshash hayvonlar, zirafa, to'shqon, kela, kiyikka o'xshash yovvoyi hayvonlar haloldir. To'y qushi, to'xu, tuz, shatuti, kaptar, qushqash, o'rdak, g'ozga o'xshash qushlarmi haloldir. Suv qushlarining hammasi haloldir. Dengiz hayvonlarining hammasi haloldir. Ham suv, ham quruqlikda yashaydigan hayvonlardan paqa, yilon va timsoh qatorliqlar haromdir. Kofirlarning bayramlarini tabriklash yoki ularning bayramlariga qaytilish va ularga oldi bilan salom berish haromdir. Agar ular bizga oldi bilan salom qilsa, bizning ularga va alaykum deb javob qaytarishimiz vojibdir. Ularga va dinda bid'at paydo qiluvchilarga hurmat ko'rsatib, o'rindan turish haromdir. Ular bilan qo'l ilishib ko'rishish makruhdir. Ammo ularning motam murosimlariga qatnashish va kasallarni yo'qlashga kelsak, shariatga foydali bo'lmagan taqdirda cheklandi. Katta ajrga erishgili bo'ladiganligi rivoyat qilingan so'zlar va amallardan parchalar. Uning sunnatda ko'rsatilgan ajri va savobi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kimki bir kunda 100 qitim hech sherigi yo'q yegona Allohdan boshqa hech bir iloh barhaq yo'qdir. Podshohlik va jimi hamdu sana uningga xosdir. U har narsaga qodirdir desa, uningga 10 qul ozod qilganga tang savob berildi. 100 yaxshilikning savobi yozildi. Uningdan 100 yomonlik o'chirildi. U shu kuni kashkirgacha shaytondan qo'g'dildi. U zikrni uningdan jiq etgan odamdan boshqa hech kim uningdek afzal amal keltirolmaydi. Kimki ulug' Allohni pok deb e'tiqod qilaman va uningga hamd sano aytaman desa, uning uchun jannatda bir tub xurma darxi tikildi. Men sana jannat xazinalaridan birini ko'rsatib qo'yaymi dedi. Men shunda qilsala dedim. Payg'ambar alayhissalom kuch-quvvat faqat yegona Allohga mansubdir deyishdan iboratdir dedi. Kimki 3 qatim Allohdan jannatni talab qiladi ekan, jannat Allohga iltijo qilib, ey Alloh, u kishini jannatga kirgizgin deydi. Kimki 3 qatim Allohdan do'zaxdan panohlanishni talab qiladi ekan, do'zax Allohga iltijo qilib, ey Alloh,
u kishini do'zaxdan qutqizgin deydi. Qur'oni Karimdan ma'lum miqdorda oyat o'qish. Kimki bir kecha kunduzda 50 oyat o'qisa, g'aflatda qolguvchilar qatorida yozilmaydi. Kimki 100 oyat o'qisa, itoat qilguvchilar qatorida yozildi. Kimki 200 oyat o'qisa, qiyomat kuni Qur'on uningga qarshi hujjat bo'lmaydi. Kimki 500 oyat o'qisa, uningga tog'dak ajr yozildi. Sura Ixlos Qur'onning 3dan 1ga teng keladi. Kasal yo'qlash. Bir musulmonni atdiganda yo'qlagan musulmonga 70 ming farishta kashkirgacha rahmat tilaydi. Agar uni kashda yo'qlasa, 70 ming farishta uningga tong otqucha rahmat tilaydi. Uning uchun jannatda xos bo'stonliq tayyorlandi. Musibatli kishini ko'rgan vaqtda barliq maqtashlar seni giribdor qilgan narsalardan meni saqlab qolgan va meni nurg'un maxluqlardan ustun qilgan Allohga mansubdir desa, bu duoni o'qigan kishiga u musibat yetmaydi. Beshiga musibat kelgan kishiga tasalli berish. Kimki beshiga musibat kelgan kishiga tasalli bersa, uning ajriga o'xshash ajr bo'ladi. Beshiga musibat kelgan qarindishiga tasalli bergan har qanday mo'minga Alloh karomat to'nini kiydiradi. Zulhijja oyining dastlabki 10 kunning fazilati. Allohga mushu kunlarda, ya'ni Zulhijja oyining dastlabki 10 kunida qilingan yaxshi amallardan suyimliroq amal yo'q. Buning anglagan sahiblar, Allohning payg'ambari, Allah yo'lida qilingan jihodmi bu amalga tang bo'lolmamdi deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom, Allah yo'lida qilingan jihodmi tang bo'lolmaydi. Faqat jini va meli bilan jihodga chiqqan, hech narsasi qaytmagan, ya'ni o'zi shahid bo'lgan, meli shu jihodga ishlatilgan odam uningdan mustasnodir degan. Qurbonlik qilish. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari, Allohning payg'ambari, qurbonlik qilishning hukmi nima deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom, buvanglar Ibrohim alayhissalomning sunnatidir deb javob berdi. Ular, Allohning payg'ambari, biz uningdan qanday yaxshilikka erishimiz deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom, uning har bir tuk uchun bir yaxshilikka erishsizlar deb javob berdi. Ular, Allohning payg'ambari, yung'imi shundoq bo'lamdi deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom, har bir tal yung'a bir yaxshilik berildi deb javob berdi. Olimning ajri va uning fazilati. Olimning obidga bo'lgan ortiqchiligi mening sizlardan eng tuvan kishiga bo'lgan ortiqchiligimga o'xshaydi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: shak shubsizki, insonlarga yaxshilik o'rgatguchiga Alloh rahmat qiladi. Allohning farishtalari osmon va zimindagi jonliqlar, hatto o'vsidagi chumullar, dengizdagi beliqlardan tortib hammasi uningga rahmat tilaydi. Allohdan qo'rqib yig'lash. Ikki turli ko'zni do'zax ko'ydirmaydi. Biri Allohdan qo'rqib yosh to'kkan ko'z, yana biri kechasi Alloh yo'lida kuzatuvchilik qilib o'tkazgan ko'z. Jinsiy a'zo va tilni saqlash. Kimki menga ikki soqilning orasini va ikki putining orasini saqlash kafolatini bersa, men uning jannatga kirishiga kafolatlik qilaman. Uyga kirganda va tomoq yeganda bismillah deyish. Kimki uyga kirganda va oldiga tomoq kelganda Allohni tilga olsa, ya'ni bismillah desa, shayton hamrohlarga sizlarga hech qunalg'i yo'q, kashik tomoqmi yo'q deydi. Agar u uyga kirganda Allohni tilga olmasa, shayton hamrohlarga sizlarga qunalg'i joy tepildi deydi. Agar u oldiga tomoq kelganda Allohni tilga olmasa, shayton hamrohlarga sizlarga qunalg'i joy ham kashik tomoqmi tepildi deydi. Ota-onaga ihson, qarindoshlarga sila rahim qilish. Allohning roziligi ota-onaning roziligiga bog'liq. Rizqining kengri bo'lishi va umrning uzun bo'lishini
ümid qilgan kishi urug' tuqqanlarga sila rahim qilsin. Yaxshi axloq. Shak shubhisizki, mo'min yaxshi axloqi bilan kechasi qiyomda turguchi, kunduzi ro'za tutquchining ajriga erishidi. Axloqi yaxshi bo'lgan kishiga jannatning a'li joyidan bir qasr berilganligi uchun kepillik qilaman. Rahimdillik va kuyinish. Shak shubhisizki, Alloh bandalari ichidan rahimdil kishilarga rahmat qiladi. Sizlar yer yuzidagi kishilarga rahim shafqat qilsanglar, Alloh sizlarga rahim qiladi. Hayo qilish. Hayo faqat yaxshiliklar keltiradi. Hayo iymonning jumlasidandir. Hayo qilish, attir ishiltish, misvoq ishiltish va nikohlashdan iborat mazkur 4 ish payg'ambarlarning sunnatlaridan iboratdir. Salom berish. Bir odam payg'ambar alayhisolamning qishig'iga kelib, "Assalomu alaykum" dedi. Payg'ambar alayhisolam u 10 yaxshilikqa erishdi dedi. Ondan yana bir odam kelib, "Assalomu alaykum va rahmatullohi" dedi. Payg'ambar alayhisolam u 20 yaxshilikqa erishdi dedi. Ondan yana bir odam kelib, "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu" dedi. Payg'ambar alayhisolam u 30 yaxshilikqa erishdi dedi. Qo'l elishib ko'rishish. Ikki musulmon uchrashganda qo'l elishib ko'rishsa, ular ayrilib ketishdan ilgari gunohlari mag'firat qilindi. Musulmonlarning obro'yini qo'g'dash. Kimki bir musulmon qarindoshining obro'yini qo'g'disa, qiyomat kuni Alloh uni do'zaxdan qo'g'daydi. Yaxshilarni do'st tutish va hamsuhbat bo'lish. Siz qiyomat kuni o'zingiz yaxshi ko'rgan kishi bilan birga bo'lasiz. Anas raziyallohu anhu mundaq deydi. Sahobalar hech narsadan mush hadisdan xo'shal bo'lgandek xo'shal bo'lmagan. Musulmon qarindoshiga duo qilgan kishi. Kimki musulmon qarindoshiga yaxshilik tilab, u yo'q yerda duo qilsa, Alloh uning duosini ijobat qiladi. Uningga muakkal farishta, Alloh duoyingni ijobat qilsin va shu duoyingning o'qishi sana bo'lsin deydi. Kimki bir musulmonni dunyoning bir qiyinchiligidan qutuldirib qo'ysa, Alloh uni qiyomatning bir qiyinchiligidan qutuldirib qo'yadi. Kimki ishi qiyin bo'lib qolgan odamning ishini osonlashtirib bersa, Alloh uning dunyo va oxiratlik ishlarini osonlashtirib beradi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, Alloh dunyo va oxiratda uning aybini yapadi. Kimki musulmon qarindoshining yordamida bo'ladi ekan, Alloh uning yordamida bo'ladi. Ma'ni qilinganligi rivoyat qilingan ishlardan tanlanmalar. Takabburlik. Qalbida zarrichilik kibri bor kishi jannatga kirmaydi. Kibrlik degan haqni inkor qilish va kishilarni kamsitishdan iboratdir. Haroq ichguchi, haroqkash, sehrga ishonguchi, sila rahimni uzib qo'yguchi jannatga kirmaydi. Cheqimchilik. Cheqimchi jannatga kirmaydi. Cheqimchilik bo'lsa, buzg'unchilik qilish maqsadida kishilar orasida gap to'shishni ko'rsatadi. G'aybat qilish. G'aybatning nimaligini bilamsizlar? Buni anglagan sahobalar Alloh va uning payg'ambari yaxshi biladi dedi. Payg'ambar alayhisalom qarindishingni u yoqtirmaydigan narsalar bilan tilga ilishtir dedi. Ondan qarindishimda men degan sifatlar tepilsichu deb so'radi payg'ambar alayhisalom. Agar uningda sen degan narsalar tepilsa, g'aybat qilgan bo'lasan. Agar uningda u narsalar tepilmasa, uningga bo'hton qilgan bo'lasan dedi. La'nat qilish. Musulmonga la'nat aytish uni o'ldirganga o'xshashdir. Shamolni tillamanglar, chunki u buyurulg'uchi. Kimiki la'natga loyiq bo'lmagan narsaga la'nat aytadigan, aytgan so'zi o'ziga qaytadi. Yomon qiliq va adabsizlik. Qiyomat kuni Allohning dargohida eng yomon oqibatga qoladigan kishi boshqalar uning axloqsizligidan qo'rqib aloqa qilishni tark etgan kishidir. Odam farzandining xatoliklarining ko'pi tilining sababidan bo'ladi. Munofiq va fosiqqa hurmat bildirish.
Munofiq xo'jayin bo'lgan taqdirdami, uni xo'jayinim demanglar. Bu so'zinglar bilan ulug' Parvardigoringlar Allohni g'azablantirsizlar. Mas'uliyatsizlik qilish. Ustiga mas'uliyat yuklangan kishilar qo'l ostidagilarga xiyonat qilgan holda o'lsa, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Fatvo berish. Birovga bilmay turib xato fatvo bergan bo'lsa, uning gunohi fatvo berguvchiga bo'ladi. Namozga sal qarash. Biz bilan kofirlarning orasidagi farq namozdir. Kimki uni qasddan tark etsa, haqiqatan kofir bo'ladi. Kishi bilan sherikining orasidagi farq namozni tark etishdir. Gapga mohirligini boshqalarga ko'rsatish. Shak shubhasizki, qiyomat kuni men eng yomon ko'radigan va mening so'rnimdan eng yiroq bo'ldiganlar kut-kut, og'ziga kelganini so'zlaydigan, takabburlik qilib boshqalarga gap bermaydigan botildoq odamlardir. Adovat qilmaslik to'g'risida musulmonning yana bir musulmon bilan 3 kundan ortiq adovat tutishi to'g'ri emas. Kimki yaxshilashmasdan o'lib ketsa, do'zaxga kiradi. Axloqsizlik. Nachar axloq yaxshi amallarning ajrini xuddi ochiq suv asalning ta'mini ketkizayotgandek ketkizayotdi. Nomahram ayollarga qarash. İnsonga uning zinodan bo'lgan nasibasi putilgan bo'lib, u uni chuqum topadi. Ko'zning zinosi qarashdir, quloqning zinosi anglashdir, tilning zinosi so'zlashdir, qo'lning zinosi tutishdir, putning zinosi menishdir. Ko'ngil yaxshi ko'radi va orzu qiladi. Jinsiy a'zo uni tasdiqlaydi yoki rad qiladi. Meyitga unsilib yig'lash. Unsilib yig'langan meyit qiyomat kuni o'ziga unsilib yig'langanligi uchun azoblandi. Meyit o'ziga unsilib yig'langanligi uchun qabrisida azoblandi. Shaytonni tillamaslik to'g'risida. Shaytonni tillamanglar. Allohga uning yomonligidan panoh tilab seg'ininglar. Sahiblardan biri mundaq deydi: Men payg'ambar alayhissalom bilan bir uloqqa mingashgan edim. Uloq ketib o'tib, mudirib ketgan edi. Men baxtsiz shayton desam, payg'ambar alayhissalom baxtsiz shayton demasdan mening kuchim bilan mudirib ketdi degan. Agar sen uni tillasang, oqsi o'sib, cho'ng'uyib, o'ydak bo'lib ketadi. Lekin Allohning ismi bilan desang, shayton kichiklab, chivindak bo'lib qoladi, dedi. Qizitmini tillash. Qizitma kesilni tillamanglar. Tömürning tatlari o'tda taslangandek, insonning xatoliklari qizitma kesilda ketkizildi. Suv ichganda manni qilingan narsalar. Payg'ambar alayhissalom tulum yoki suv qachisining og'zidan suv ichishni manni qildi. U yana o'ri turib suv ichishni manni qildi. Ichimlikni po'lab ichishdan chekladi. Oltin yoki kumush qachida suv ichish. Oltin va kumush qachida suv ichmanglar. Yipak va tovarda kiyim kiymanglar. Erlarga qaratilgan. U narsalar dunyoda kofirlar uchundir. Oxiratda sizlar uchundir. Sol qo'l bilan suv ichish. Sizlardan hech kim sol qo'li bilan tamoq yemasin va suv ichmasin. Chunki shayton sol qo'li bilan yeydi va ichadi. Itbeqish. Kimki ov iti yoki chorva mollarini qo'g'daydigan itdan boshqa it boqsa, uning har kuni 2 qirat, 2 tog'dak ajr aslaydi. Mol dunyoni a'lo bilish. Alloh butun xiyoli mol dunyo bo'lgan kishining peshonasiga muhtojlikni putib etadi. Ishlarini teqim chechiloq qilib etadi. U faqat o'ziga putilgan boyliqqa erisha oladi. Ilm amal qilishni talab qiladi. Ey musulmon qarindishim va hamshirim, Allah sizga bu foydali kitobni o'qishni muyassar qildi. Endi o'quvingizning natijasi qoldi. Bu bo'lsa-mu kitob ichidagi ma'lumotlarga amal qilishdan iboratdir. Siz bilgan va uning amal qilgan ekansiz, Allah sizga ne'mat qilib bergan u bilimni boshqalarga cho'qim yetkazishingiz lozim. O'zingizni ajrdan, boshqalarni yaxshilikdan mahrum qo'ymasligingiz lozim.
Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: kimki birovni bir yaxshilikqa boshlab qo'ysa, uningga shu yaxshi ishni qilg'uchining ajriga o'xshash ajr berildi. Sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va uni o'rgatganlaringlardir. Mendan bir oyat bo'lsa-mu yetkazinglar. Yaxshilikni qanchalik ko'p tarqatsangiz, ajringiz shuncha ko'paydi va cho'ngaydi. Sizga hayot vaqtingizdami, o'lgandan keyinmi yaxshilik yetib turadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: inson o'lsa, amali butunlay uzildi. Faqat mundaq 3 amalning savobi to'xtamay yetib turadi. Savobi to'xtamay bo'lib turadigan sadiqa, qoldirib ketgan foydali ilm, uningga duo qilib turadigan yaxshi farzand. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Allohdan bizga hamda sizlarga foydali ilmni va yaxshi amalni rizq qilib berishni tilaymiz. Allohga omonat.